Barchaga assalomu alaykum. Polshada fora haydovchilari uchun yangi qabul boshlandi. Agar sizda CE toifali haydovchilik guvohnomasi va fora boshqarish bo'yicha tajriba bo'lsa, bu imkoniyat aynan siz uchun. Ish beruvchi kompaniya O'zbekistonga kelib, amaliy imtihon o'tkazadi. Imtihon kuni 22 oktyabr Andijon shahri. Vakansiya CE toifali yuk mashinasi haydovchisi. Ish haqi 2,5 ming yevro, ya'ni 2500 yevro. Talablar: erkaklar 21 yoshdan 60 yoshgacha. CE toifali haydovchilik guvohnomasi, kamida 6 oy tajriba, chip va taxo kartalari majburiy, rus tilini boshlang'ich darajada bilish. Aloqa uchun 781 47 00 30 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Axborot kanallarimizni kuzatib boring. Migratsiya O'zbekiston Telegram kanaliga obuna bo'ling. Agar qanday obuna bo'lishni bilmasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Ko'rishguncha salomat bo'ling.